Assalamu alaykum Elyan. Avtobunaçıları, aziz dostlarımız, yaxshimisiz? Harmanlar, sağlıklı, yaxshimi, günleriniz hayırlı, bereketli olup ötüp tutdumi? Sizlere YouTube kanalı için xudo xohlasa bir kontent etip videolarni tayyorlayacakmiz. Baholar bilan bir qator danıştirib o'tamiz. Sana xudo xohlasa hozir Prado'miz bor bunda, yana 2007-yilda ishlab chiqarilgan Prado. Bu Gentra'nın puluna beriladigan Prado bu. Gentra'nın puluna 205 milyon sonra beraber Prado'nu. Maşin 2007-yilda ishlab chiqarilgan 120lik diskalar, boshqa diskalar qo'yilib turibdi mashina. Bay. Dımmazdı bu. Dım zo'r mashin. 7 odamlik bo'ladi. Arkasından sideniyasi bor. Ko'rishingiz mumkin bemalol. Xudo xolasa keyingi mashinamiz Matiz bo'ladi. 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Bahosi 46 milyon so'mdan kelishib beramiz. Medeshuda bakraskasi. Satılgan maşinamiz. Keyin 99, Lada 99 qora burganlar uchun. Bahosini e'tibor beringlar. 14 milyon so'mdan kelishib beramiz buni. Genelde sen beramiz. Bemalol minib ketaverasizlar. Zang churuk yo'q mashinada. Holati dum zo'r yana ko'rishingiz mumkin bir qator. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Keyingi mashinamiz Spark bo'ladi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Sparkning bahosi 60 milyon so'mdan kelishib beramiz. 60 milyon so'mdan kelishamiz. Mashin zo'r. Kraskalari toza bo'ladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Balonlar ham ideal holatda bo'ladi. Keyingi mashinamiz Matiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Maşin Radnoy, bahosi 50 milyon so'm kelishib beramiz. 40 yo'q, bahosi 48 milyon so'm ekan kelishib beramiz. Cobalt avtomat korpus 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalar, medeshular bor, göz qolaverasizlar. Mashinning bahosi 90 milyon so'mdan kelishib beramiz. 2015-yil 90 milyon so'mdan kelishib beramiz mashinning bahosini. Menzilini so'raganlarga yana bir qator eslatib o'tamiz. Urganch shahardan kelaverishda Farqat Bekzodda o'tgandan keyin chap tarafda keladi. Gullandan Yangi bozordan kelaverishda Dash bozorda o'tasizlar, Mechitda o'tgandan keyin o'ng tarafda keladi, birinchi son. Qarang, endi bir yandan Nexia bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Nexia Cobalt Gentra'ga ketaveramiz. Nexia 3 2020-yilda ishlab chiqarilgan. 2020-yilda. Maşinin bahosi 104 milyon so'm. Avtokreditda 10 milyon so'm bilan hamma xarajat ichida ketib berasiz mashinani. Ko'rishingiz mumkin. Keyingi mashinamiz mexanika qarabga bo'ladi. Bu Cobalt 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Mashin chotki holatda turibdi. Hech de yo'q baho. 7000 yurt tuttu. Mashinani 156 milyon so'm bo'lsa beramiz. Bundan kam yo'q. Keyingi mashinamiz Gentra bo'ladi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Mashin chotki, hech yerda kraskasi yo'q. Bo'sh balonlar ham bor mashinada. Mashinning tan narxi 145 milyon so'm. 14 milyon so'm to'lab bemalol kreditga ketishingizlar bo'ladi. Keyingi mashinamiz Cobalt bo'ladi. 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Mexanika korobka bo'ladi. 129 ming yurt tutdi. Kraskalari toza bo'ladi. Mashinning bahosi 122 milyon so'm bo'lsa naq pul beramiz. Kreditga falan desangiz 10 milyon so'm pul berasiz, hamma xarajat ichida ketaverasizlar. Keyingi mashinamiz Nexia 3 bo'ladi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan. 2020 metan, bo'sh balon, gaz balon hamma o'zi bor mashinada. Demokratik qarab beradigan. Mashinning bahosi bemalol balonlar, toza balonlar. Mashinning bahosi 105 milyon so'm.
Test nümerlerini kaldıramiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Keyingi mashina görüşünüz mümkün. Keyingi mashinamiz Toyota Nexia 3 bo'ladi. 2022-yilda ishlab chiqarilgan mashinaning bahasi 123 million so'm bo'lsa beriladi. Bosh balon, metan kraskalar toza bo'ladi. Bir like'larni bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Kommentariyada fikrlarni yozamiz. Mashinalar qimmatmi, arzonmi? Damas 2024-yilda ishlab chiqarilgan mashin Şos frapga 100 km yurt tuttu. Maşinada metan, boş balon, çikol, patolog, laminat, kolik hamma vaji bor. Maşinning bahası 103 milyon so'm bo'lsa beraberladi. 103 milyon so'm rasprodaja alın. Ikkitalik. Endi mashinani ko'ringlar, bu Naudi'di bu. Bu Chevrolet bo'ladi. Bu чисто amerikanskiy mashin bo'ladi. Bu mashin ta'riflamaga til ojiz bu mashinani. Bu voyannilar uchun bu. Bu zanglamaydi bu zanglamaydi. Bu cho'rimaydi ham bu. Biz ham O'zbekistonda shunday mashinalarni chiqaradi, xudo xolasa hali tez. Bu zanglamaydi bu ham. Nima qiladi? Bunda shunga nima zavodskoy bir narsalar bo'lyapti. Shu polosasi bor-ku, shu polosasi. Ko'rdingizmi? Shuni o'zim shu Amerikada o'zini zavodniki ekan axir. Hech kim qo'ymagan bu polosani. 1996-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Maşinin zavutdan novusu bilen çıkan bolsa hemme veci işçi de maşinin. Bir işlemin kaydı veci yok. Gördün ya maşini. Yaman mı? Bakası 140 milyon so'm. Voyan neler için getevere. 400 tazadı mı? Kar. Gentra 2020 yılda işlep çıkarılgan 125 milyon so'm gelişip berilmiş mexanika qarabki klassikalar 100% randoy bo'ladi. Bemalol görüşürüz. Bir like'larni bosib obuna bo'lib qo'yadi do'stlar. Keyin 23-yil Damas. Mashin duruşuna qaranglar. Mashin 100% shumka etilgan. Balonların top toza balon. 100% shumka. Maşin 100% radnoy. Hem bir çotki maşinda. Bahası 83 milyon so'm. Kredit alamanda ise 8 milyon so'm para gelirse başka rasot yok. Bemalol miniki arasida. Keyingi maşin 2019-yilda ishlab chiqarilgan Damas bo'ladi. Zanglar ishlangan mashinni bahasini e'tibor beringlar. Bahası 61 milyon so'm. Maşinada kraska yok, udar yok. Bemalol görüp başlamanız mümkün. Ustanızdan kelip göz başlamanız mümkün. 61 milyon so'm 2019-yil Damas. Bu fakat eliyar haftada bo'ladi, boshqa yok. Gentra 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Mashin 100% radnoy. Meydachuyda zanglari bir ikki yillarida ne yil ishlanib berilgan. Radnoy mu bu? Maşin 100% radnoy. Maşinin bahası 90 milyon so'mdan gelişip beriladi. Bundan baha yok içeride. 90 milyon so'mga Gentra. Devlet bahası 155 milyon so'm. Ha. 155 200. Maşin 58 ise beriladi. Minglight mı? Midlight mı? Midlight diye maşinin ha. 2025-yilda ishlab chiqarilgan 3 kunlik maşin. Devlet bahası 155 milyon 700 ming so'm. 158 milyon so'm bo'lsa ikkita berasiz. Rasprodaja. Bir qator sizlar bilan hamma mashinalarni tanishtirib o'tdim. Sparkimiz sotilgan do'stlar. Unda zilimiz ham mayna. Zil necha so'm bo'lsa beriladi bu? 90-yil zil 85 milyon bo'lsa beriladi. Gaz metallari bor. Bemalol kelaverasizlar. Kimdan hech fikrlar bo'lsa yozasizlar. Bize основной Instagram'da bo'lamiz. Pastda Instagram'imiz nickini yozib o'tib ketaman. O'tib bemalol obuna bo'lib qo'yinglar Instagram'a. YouTube'ga obuna bo'linglar. Основной videolarimiz Instagram'da chiqadi. Xorazmdagi narx-navolar bilan ponni bozor bilan bir qator solishtirib ko'rasizlar. Fikrlaringizni yozasizlar. Kommentariya yozib, like bosib, obuna bo'lib turinglar do'stlar.
Instagram'ı ötüp görünler, sizler üçün düşük bomba yangilikler taşak koyulmaz. Sağ bolunlar, selamet bolunlar.